O'zbekistonda elektr energiyasiga bo'lgan talab har yili barqaror ravishda 7-8% ga o'sib bormoqda. 2030-yilga borib, O'zbekiston aholisi 41 millionga yetishi kutilyapti. Bu degani energiya resurslariga bo'lgan talab 1,5 karra oshadi degani. Energiya samaradorligiga erishish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Energiya samaradorligi nima? Energiya samaradorligi bu elektr, gaz, issiqlik kabi energiya turlaridan oqilona foydalanishdir. Bunda isrofga yo'l qo'ymasdan kam energiya ishlatib, ko'proq foyda olishga erishish demakdir. Bu nafaqat resurslarni tejash, balki atrof muhitga g'amxo'rlik qilish hamdir. 2025-yil 27-martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF 63 sonli farmoniga muvofiq Energiya samaradorligi milliy agentligi tashkil etildi hamda quyosh panellari va gelio kollektorlar o'rnatish xarajatlarining 20% qismi, issiqlik nasoslarini o'rnatish xarajatlarining 40% qismiga subsidiyalar ajratiladi. Aholiga yashil ta'mir kreditlari doirasida ajratiladigan kreditlar stavkasining 19% dan oshgan qismini, biroq 4% lik banddan oshmagan miqdorda banklarga qoplab beriladi. Quyosh panellari, gelio kollektorlar va issiqlik nasoslariga subsidiyalar faqat energiya samaradorligi platformasi orqali sotib olinadigan uskunalarga tatbiq etiladi. Kam energiya iste'moli bilan ekologik muammolar kamayadi. Tabiiy resurslar uzoq vaqt davomida yetarli bo'ladi. Energiya samaradorligi milliy agentligi